Salom ko'pchilik, yaxshimisizlar? Ko'pchilikni talabga asosan bugun kava o'muchi yasash usulini olib keldik. Diqqatinglar ekranda bo'lsin. Buningga ketadigan material kava. Mant kavasi yoki chaqmoq kavasi bo'laverdi. Bir xil sut. Ham o'sha ikki material ketadi. Oldi bilan kavani ilib oqib olamiz. Bunun ichidagi yumshoq yerlarini yutamiz. Bu kavani mustaq adoli bilib, ananiki nepiz qilib to'g'raymiz. Bu to'g'rab olgan kavani taksiga ilib, buni qasqonga silib, suv qaynagandan keyin 15 minut dumlaymiz. Buna ko'pchilik 15 minut to'shdi, bu pishdi, hamda yeb olamiz. Kava pishgandan keyin kavani ilib, ezish mashinasiga silib olamiz. Qo'lda essek bo'ldi, lekin ezish mashinasida essek texnik silinib, sifatli chiqadi. Hamda bu sutni shu kavani ichiga qo'yib, birga aylantiramiz. Bunu ezib oldik. Bunu ilib, hamda bu ezib olgan kavani bunu qozonga to'kib, past o'tda qaynatib pishiramiz. Bu qozonga tatlı yeyishni xohlaydiganlar, ozroq shakar solamiz. Tatlı yeyishni xohlamaydiganlar tuz silib iste'mol qilsaqmi bo'laveradi. Bu mustaq o'rlab chiqqandan keyin agar quyuq bo'lsa, mustaq ichsak bo'laveradi. Agar suyuq deb his qilsak, ozroq ho'lkroq mol silib, quyuldirib iste'mol qilsak bo'ldi. Bugun oldiqim ko'pchilik, bu kava o'muchi oilalarda yetishgan intayin mos keldi. Bu istixoni ichib, oshqozonni ellitish roli bor. Buningga sut aralashgandan keyin sutning muzlik puroqlari purab turdi. Cho'ng kichik, qari yosh hammalarga mos keldi. Bugun olgan bo'lsak, yurak berib saqlayib, yaqinlaringlarga va atrofinglar ularni foydalanib qolsin. Keyingi sonni ko'rishaylik, xayr xo'sh.